Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib yo'nalish, ya'ni nisha topishni ko'rib chiqamiz. O'zi nisha topishni ikki xil usuli bor. Bu bittasi sizlarni o'zinglarni Google akkauntinglar orqali через incognito qilib turib topish. Ikkinchi usuli esa bu pulli bo'ladi. Men sizlarga ikkalasini ham ko'rsatib beraman. Qanaqa qaysi biri qulay bo'lsa, o'shani olib turib ishlatsanglar bo'ladi. Bizga birinchi bo'lib Google akkaunt kerak bo'ladi. Ya'ni akkauntinglar bo'lsa, o'shani mana shu o'ng tomonda, hozir men sizlarga yaqinroq qilib ko'rsataman. O'ng tomonda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bosib sizlar bu yoqda новый окно в режим incognito bossanglar kerak bo'ladi. Mana shu yerdan bossanglar, sizlarda istoriyalarni umuman ko'rsatmasdan bu yangi akkaunt bu sizlarga mana shu narsani poisk qilishga yordam beradi. Biz mana shu yerdan YouTube'ga kirib olishimiz kerak. Mana YouTube'ga kirib olsanglar, mana как yangi akkaunt deb turadi. Попробуйте найти что-нибудь deb turibdi. Endi sizlar misol uchun meni yo'nalishim history bo'lsa, sizlar o'zinglarni yo'nalishinglarni tanlashinglar kerak bo'ladi. Endi любой bitta misol uchun xohlasanglar detskiy yo'nalish, xohlasanglar взрослый yo'nalish, misol uchun yo'nalish xillari bor, misol uchun ASMR, keyin qanaqadir ishlab chiqarish, misol uchun AI orqali. O'shani hozir men o'zim yo'nalishimdan kelib chiqib sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun bizlar bu yerga history deb yozishimiz kerak. Misol uchun history deb turibdi. History deb yozamiz. Yozganimizdan keyin bizlar bu yoqda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 oy oldin 138,000 prosmotr, tam 2 yil oldingi o'shalarni ko'rsatyapti. Endi biz ham mana bu yerdan filtrga bosamiz. Filtrga bosganimizdan keyin biz bitta video tanlashimiz kerak. Ya'ni bizga faqat katta video, ya'ni long videolarni ko'rsatish kerak. Bizga short video kerak emas. Biz mana shuni bosamiz. Bosganimizdan keyin o'sha videolar mana long videolar ko'rsatyapti. Endi bizga bu yoqda mana 1 yillik, 4 yillik videolarni ko'rsatyapti. Bizga kamida 1 oylik videolarni ko'rishimiz kerak. Chunki 1 oy ichida qanaqa yo'nalishlar trendda bo'layotganini topishimiz uchun. Endi biz yana filtrga bosib turib, mana filtrga bosganingizdan keyin bu yoqdan sizlar za этот месяц bosib turishinglar kerak. Chunki sizlar 1 oylik trendni ko'rmoqchi bo'lasizlar. Ya'ni 1 oy ichida qaysi video otgan, misol uchun yaxshi prosmotr olgan, o'shani topish uchun biz mana bu yerda bosamiz. За этот месяц bosdik. Endi mana ko'rsatyapti. История Испания за 20 minut deyapti. Endi bu yerda menga shu ko'rsatyapti. Endi biz yana filtr bosamiz. Buni topdik xo'p, 1 oylik bo'lgan. Endi biz populyarность bosishimiz kerak. Hozir bu yoqda yana ikkita funksiyasi bor edi. Uni olib tashlagan. Shuning uchun biz oddiyroq usuldan foydalanamiz. Mana populyarность bosamiz. Bosganimizdan keyin mana birinchi bo'lib 29 million prosmotr olibdi. Mana bu low story degani. Endi bu bilmadim qanaqadir videolar. Xo'p, bu yoqda mana o'sha ikkinchi video say qanaqa. Endi bizga osonroq qilinadigan yo'nalish topishimiz kerak. Bu yerdan qarab chiqishimiz kerak. Misol uchun bu yo'nalish ham menimcha AI orqali qilingan bo'lsa kerak. 2,5 million prosmotr olibdi. Bu o'chirib qo'yib ko'ramiz. Endi mana 5 kunda 680. History's most one-sided wars. Сегодня мы рассмотрим History's most one-sided. History's most. Uchun dvada animatsiyani tushunish kerak. Misol uchun qanaqa qilingan. Xo'p. Mana bu dvada animatsiya orqali qilingan. Ovoz qo'yilgan. Orqasiga oзвучкani ham saytlar bor, xalq saytlardan oзвучка qilsanglar bo'ladi. Xo'p, mana. Qiyin emas unaqa montajni. Mana qilsa mana faqat animatsiyani, dvada animatsiyani sal pal tushunish kerak. Endi CapCut o'zida ham qilsa bo'ladi. Mana. Ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Misol uchun mana shu kanaldan qanaqadir o'zingizlarga shunga o'xshash qilib modellar qilsanglar bo'ladi. Endi biza ko'rib, misol uchun mana bu kanal menimcha endi bu yoqda ham videolar qatnashgan, video topish kerak. Videoni stokoviy saytlardan olsanglar bo'ladi. Misol uchun olib turib, o'shani montaj qilib, orqasiga oзвучка qo'yib turib, bu yoqga subtitr qo'ysanglar, keyinchalik monetizatsiya yo'qotganda problema bo'lmaydi. Mana misol uchun rasm generatsiya qilinadi. Rasmni keyin effekt qo'yilyapti. Bu yerda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, orqasida stokoviy video просто qimirlab turibdi. Rasmda nimadirlar gapiryapti mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu yoqda mana subtitr bor. Mana shunday qilib topiladi. Endi yana bitta yo'li bor. U yo'l demasa ham bo'ladi. Uni misol uchun mana hozir o'zimiz akkauntimizga kirib olamiz. Xo'p, bu yoqda biz Google Trendsga kirib topishimiz mumkin. Google Trends. Google Trendsdan ko'rsanglar bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda qanaqa ishlatiladi desanglar, mana qanaqa topiladi desanglar, mana bu yerda Google Trends o'ziga kirib, misol uchun obzor bosiladi. Obzor bosilgandan keyin mana odamlar, misol uchun Amerikada odamlar qanaqa narsalarni poisk beryapti. Mana misol uchun weather deyapti. Weather inglizcha biladiganlar biladi. Ob-havo degani. Mana ko'pchilik mana shu narsani zaprosini ko'p berayotgan ekan oxirgi yilda. Endi biz yana bitta kamaytirishimiz mumkin. Bu narsani mana bu yerda последний годni bosamiz. Misol uchun 1 oyda qanaqa narsalar trendda bor, nima deb odamlar poisk bergan. Mana odamlar Amerikada nima poisk beryapti. Mana weather yana ob-havoni ko'proq poisk beryapti. Google'ga ko'proq kirishyapti, YouTube'ga ko'proq kirishyapti, news ko'rishayotgan ekan. Misol uchun web poisk deyapti, общий web bo'yicha poisk beryapti misol uchun. Mana shu narsa mana Reddit'ga kirar ekan, Games'ga kirar ekan, mana Super Bowl degani bor ekan misol uchun. Xo'p, endi sizlar bu yoqdan uni ham kichraytirish uchun masalan Amerika nima ko'rayotgan. Bu yerdan web poiskga bosasizlar.
Misol uchun poyezdda YouTube ichida nima poyezd berishyapti o'shalarni ko'rsanglar bo'ladi misol uchun. Mana misol uchun qanaqa mana populyarный запрос qilyapti. Bu yoqda song mana ko'proq odamlar har xil muzikalar, har xil ashulalar eshitisharkan, super nimadir. Mana ASMR'lar eshitisharkan, ko'risharkan misol uchun. Newslar endi mana kidslar uchun, yosh bolalar uchun ham misol uchun. Mana hozir 8-o'rinda Roblox turibdi. Roblox kirsanglar ham bo'ladi misol uchun. Agar detka yo'nalish qilaman desanglar. Keyin mana Minecraft turibdi. Endi bu yoqda misol uchun общий dunyo bo'yicha nima populyarный bo'lyapti desanglar, mana bu yerdan United Statesga bosib turib, West Mir qilsanglar, общий butun dunyo bo'yicha misol uchun O'zbekiston mana O'zbekiston turibdi manaki. Mana West Mir qilasizlar. Mana West Mir bossanglar уже общий dunyo bo'yicha nima odamlar qanaqa narsalarni post berayotganini bitta chiqadi. Misol uchun mana song, move, kino ko'p ko'rishar ekan, mana videolar qanaqadir. YouTube bo'yicha misol uchun mana karton, detka yo'nalib qilaman desanglar, mana newsda ham ishlasanglar bo'ladi misol uchun. Lekin newsda sal opasnayroq shunisi bor. Endi biz o'ng tomonda ko'ramiz. Misol uchun bu yoqda запрос nabirash populyarность. Bu populyarность yig'ayotgan so'zlar. Misol uchun Winter Olympics deyapti 2026-yil. Mana Ramzan deyapti, drama, keyin mana Popular Time 5 chiqqan, manimcha yaqinda chiqdi. O'shani ko'proq poyezd berishyapti. Endi bu yerda mana shunaqa qilib qidirib topsanglar bo'ladi. Endi tekin yo'li. Endi yo'q, menga tekin yo'li kerak emas desanglar, mana shunaqa programma. Bu programmada sizlar o'zi programma desa ham bo'ladi и o'zi прямой saytdan poyezd bersa bo'ladi. Endi через sayt orqali ishlaydi. Xo'p, bu qanaqa programma desanglar, ya'ni sayt desanglar, bu любой bitta sizlarga hozirgi trend bo'layotgan yo'nalishni topib beradi. Ya'ni hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun men bu yoqdan xo'p, bu yoqdan we all qilaman. Misol uchun hozir nima trend? Xo'p, mana endi menga ko'rsatyapti bu yoqda hop, ozgina nastroykalar qiyinroq, o'shani kirib bemalol o'rganib qolsa bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqda biza mana bu yerdan ko'rib chiqsanglar bo'ladi har xil yo'nalishlar. Endi buni ham kamaytirish iloji bor. Yana qanaqa yo'nalishlarni qilaman desanglar, mana bu yerda real time'ni o'zgartirishimiz kerak и filtrni o'zgartirishimiz kerak. Mana filtrga bosamiz. Bizga eng oxirgi oyda populyarный bo'layotgan nishalar kerak, ya'ni month bosamiz. Month bosganimizdan keyin biz bu yoqda subscribe, ya'ni подписчикlarni tanlaymiz. Misol uchun menga 10 mingtagacha bo'lgan подписчикli kanallar kerak. Keyin menga bu yoqdan o'zgartirishim mumkin. Xohlasam mana ingliz tilida, xohlasam nemis tilida, xohlasam fransuz tilida. O'shani biz xohlasak mana bitta faqat ingliz tilini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Yoki umuman olib tashlasak bo'ladi mana. Menga kerak emas. Misol uchun mana bitta excluded kategoriyasi deyapti. Menga muzika kerak emas. Sizlar o'zinglar filtr qilsanglar bo'ladi. Muzika kerak emas. Misol uchun song kerak emas. Kinolar kerak emas. Keyin bitta newslar kerak emas. Politika kerak emas deb men detski nisha kerak emas deb belgilab qo'ydim. Endi bu yoqdan biz set filtersga bosamiz. Mana bosdik. Bosganimizdan keyin mana hozir sal internet yaxshi emayapti. Menga mana shu yo'nalishlarni ko'rsatib beryapti. Ya'ni keyin men bu yoqda real time'ni revenue ga bosaman. Ya'ni revenue bu yerda populyarный bo'layotgan narxlarni ko'rsatib beradi. Xo'p, bizga hozir qanaqa yo'nalishlarni ko'rsatyapti? Ya'ni zavod temasini ko'rsatyapti, ya'ni ishlab chiqarish. O'sha yo'nalishda hozir mana 1.9 ta подписчиga bor ekan, 7 mingdan 13 ming dollargacha topyapti. Ya'ni bitta o'rtacha RPM ko'rsatyapti. Ya'ni bu videoni minutidan kelib chiqib, qanaqa yo'nalishlarnidan kelib chiqib, bu yoqda menga RPM ko'rsatadi. Ya'ni 24 kun ichida bu shuncha pul ishlagan. RPM shuncha. Общий 17 ta video qo'yilgan ekan. Mana tili Vietnam tili ekan, long formatda. Endi bu qanaqa video desanglar, men hozir oxirida ko'rsatib beraman. Mana bosib qo'yamiz bu yoqda. Bir ikkita nishalarni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda mana xo'p, qanaqa bu? FBR, nima news. Xo'p, bizga bunaqa kerak emas. Xo'p, yana bu yoqda mana Green Valley build deyapti. Bu ham mana 3 mingta подписчикlik, 4,5 mingdan 8,6 ming dollargacha topilgan. Xo'p, RPM 4,5 dan 8,5 gacha deyapti. Eng minimum 4,5 deyapti mana. 4,5 bo'lsa 4,5 ming dollar bo'lyapti. Mana 22 kun bo'lgan kanal ochilganiga 30 bitta video qo'ygan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, buni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda yana qanaqadir mana bu qanaqadir El Ultimate Agent deyapti. Buni ham ko'rsak bo'ladi. Bu ham RPM baland ekan. Xo'p, mana bu kanalda mana bu finans bo'yicha ekan. Xo'p, ikkita videosini o'chirib yuboribdi. Xo'p, bu kerak emas. Xo'p, mana buni ham ko'ramiz. Xo'p, garaj restavratsiya bo'lsa kerak bu. Mana 2,5 mingta 2200 ta подписчиги bor. 1 oylik kanal 15 ta video bilan shuncha pul ishlagan ingliz tilida. Mana buni ham ko'ramiz mayli. Xo'p. Mana shunaqa qilib topib, o'zinglar uchun topib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mana bu yoqda mana 4 mingta подписчиги bor. 1 oylik, mana 1 oy ichida mana 16 kunlik kanal qancha topayotganini hamma narsani ko'rsatib beradi. Mana shundan qarab ko'rib chiqaverasizlar, misol uchun. Mana bu yoqda ham qanaqadir yo'nalish bor ekan. 3 mingta подписчикlik. Mana bu boyagi video menimcha. Bu finans sohasidagi bu искусственный intellekt qilib beradi bu narsani. Xo'p, bizga mana yetadi mayli.
Hop, mana buni ham olamiz. Mana shundan tanlab nastroykani to'g'irlab chiqsanglar bo'ladi. Xohlasangiz mana bu yerda revenue o'rniga RPM qo'ysanglar, eng RPM baland videolarni ko'rsatadi. Ya'ni $7 dan $18 gacha bor ekan mana. Automated подписчик 20 kunlik kanal. Endi bu taxminan hisobi, lekin примерно shunaqa o'zi. Mana eng RPM bo'yicha mana shu kanallarni ko'rsatyapti bizga. Har xil исторический videolar bor ekan mana. $5.5 dan $8 gacha ekan mana shu. Xo'p, mayli, buni ham ko'rib chiqamiz. Endi bu akkauntdan chiqib turamiz, boyagi videolarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu video. Bu boya esinglarda qolgan bo'lsa, mana shu videolar mana shunaqa 21 minutlik, mana 20 minutlik videolar ekan. Zavod temasida bu. Bu через VO qilib chiqarsa bo'ladi. Misol uchun bitta videosiga kirib ko'ramiz. Mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana. Искусственный интеллекtligi ko'rinib turibdi. Mana zavod, odamlar yuzini qaranglar. Mana shunaqa videolar, 20 minutlik videolar bu endi ko'rganimiz. Mana shunaqa kanal. Где-то $5 dan baland RPM. Mana shunaqa videolar qilyapti. Mana prosmotrlari ham 1.5 ming, 1600 mana. 3.5 ming, 5700, 20 ming prosmotr olyapti. Mana 114 ming olgan. Eng ko'p olgan prosmotr mana 789 mingta prosmotr olyapti. 20 minutlik video. Xo'p, keyingi yo'nalishga o'tamiz. Biza mana Greenwell deyapti. Bu videosini cho'ta udalить qilib tashlagan, skrit qilib qo'yibdi. Cho'ta menda ko'rsatmayapti. Faqat shortslarni qo'yib qo'ygan. Mana bekitib qo'yibdi videosini. Mana to'g'ri qo'yibdi, lekin 32 ta videosi bor. Xo'p, mayli, biz keyingisiga o'tamiz, bundan chiqib ketamiz. Xo'p, bu qanaqa yo'nalish endi? Bu endi как раз mana qilsa bo'ladigan yo'nalish. Bu ham bilmayman qanchadir. Endi pulini ko'rgan bo'lsangiz shunaqa RPM. Mana misol uchun bitta populyarni videosiga qilib ko'ramiz. Mana 4 kunda 100 ming prosmotr olibdi. Mana. Bu ham 100% VO da qilingan. Mana yozib qo'yibdi bu yerda. Изменение синтетический контент deyapti. Mana VO da qilingan ekan. Mana istoriya. Mana bu boshida video qildi, bu yog'iga rasm generatsiya qilib ketyapti. Xo'p, mana rasm. Effektlar bergan, qanaqadir mana yonda qimillab nimalar qilib turibdi. Mana har xil effektlar beryapti. Orada videolar ham qo'shib ketayotgan ekan bu. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, bundan ham chiqamiz. Mana o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Mana hozir men sizlarga hamma mana shu yerdagi ko'rgan ishlarini Telegram kanalimda analiz qilgan ishlarimizni qo'yib boraman. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, keyin bundan bu udat bo'lgan kanal bo'lyapti. Bu qanaqa kanal edi? Короче, bu boyagi odam turganda-yu bitta искусственный интеллект orqali degan o'sha kanal bo'lsa kerak. Xo'p, bu restavratsiya kanal ekan. Xo'p, ko'ramiz. Yo'q, bu qanaqa yaxshi. Xo'p, bu mana 3 hafta oldin bitta video qo'yibdi, ikkinchi video qo'yibdi. Mana prosmotrlar вообще cho'tga ketgan prosmotrlar. Xo'p, bu kishi mana 5 ta video qo'ygan, 417 mingta prosmotr olgan. Buni ham RPM вообще baland. Xo'p, mana bu videosini Existe uma fábrica em bu ham da VO da qilingan, mana yozib qo'yibdi. Синтетический измененный контент deyapti. Bu yog'iga уже rasm, orada video aralashtirib ishlatgan ekan. Mana bu rasmga ketdi. Mana. Shunaqa. Qiyin emas. Endi bitta VO bilan bitta rasm generatsiya qilib qolganini qilsa bo'ladi. Xo'p. Keyingi nishaga o'tamiz. Endi buni o'zingizlar bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu video qanaqa video desanglar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta menimcha xo'p, qanaqadir crash deyapti. Menimcha trading bo'lishi kerak. Trading ekan, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana tushdi, chiqqan. Xo'p, qanaqa qilinadi desanglar, mana bitta videosiga kiramiz. Populyarni videosini ko'rguncha. Ko'rsatmayapti. 28 ta video qo'yibdi. Bu yoqda vashi katta RPM, chunki finansda kattaroq bo'ladi RPM. Xo'p, bu video mana misol uchun mana bitta odam generatsiya qilibdi. Rasmni generatsiya qiladi, keyin saytini ham tashlab qo'yaman. Если joyga kimdir kerak bo'lsa, Heygen degan programmada, ya'ni saytda qilsanglar bo'ladi. Bu $30 shunaqa oyiga. Shu orqali qilsanglar bo'ladi. Bitta misol uchun mana shuni tekstini olib turib, tekstini olib rewrite qilib, ya'ni boshqa joyga o'zgartirib, subtitr bilan sizlar mana shunaqa qo'shinglar bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa kontentlar, ya'ni bunaqa kanallar tez uzilib ketadi. Xo'p, keyingi nishaga ko'rsak, mana bunaqa videolarga ham VO orqali mana ko'rayotgan bo'lsanglar, prosmotrlari oxirgi shu 6-8 kun ichida mana kamagan.
40.000 просмотр olibdi, 4.400, 3.000, 300.000 mana просмотр olibdi. Shu videosini ko'raylikchi. Konkretniy lekin istoriya ishi. Bu ham video orqali ekan. Endi rasmni orqali ham qilsa bo'ladi bu narsalarni. Misol uchun bunda o'sha mana sizlarga ssilkasini tashlab qo'yaman. Qanaqa mana saytdan foydalanganimni и agar yo'q tekin variantini ishlatamiz desanglar, shu boyagi variantimiz Google Trends orqali yoki mana bu inkognito orqali ishlatsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatib boringlar. Har xil inshallah har xil foydali ma'lumotlar qo'yib boraman.